A'zolari soni kam bo'lsa ham muhokamalari soatlab davom etadigan Ekologik partiya fraksiyasida barcha masalalar qizg'in ko'rib chiqilgan bo'lsa ham, ular partiyaning maqsad va vazifalaridan kelib chiqib, ekologik toza hududlarning huquqiy maqomi belgilanishi hamda bir martalik plastik mahsulotlarni olib kirish va sotishni tartibga solish bilan bog'liq masalaga alohida urg'u berishdi. Ko'plab e'tirozlarni keltirib chiqargan ushbu masala yuzasidan fraksiya a'zolari avval bu kabi qonunlar zarurligi, ammo uni yanayam maromiga yetkazish va ayrim normalarni chiqazib tashlash kerakligini ta'kidlashdi. Ekologik toza hududlarda quyidagilar amalga oshiriladi deb o'sha ko'p narsani sanayapmiz. Haligi asfalt qilinadi, svet o'rtiladi, boshqa qilinadi. Vazirlar Mahkamasining qarori bilan ekologik toza hudud maqomini berdi, lekin bularni qilmadi. Nima bo'ladi keyin? Javobgarlik haligi pastda ancha narsalarda taqiqlarni belgilayapsizlar. Avtomobilda kirish uchun yig'im to'lanadi, boshqa ko'pgina narsalar kelib chiqyapti-da. Lekin mana qonun bilan belgilanganlarni 20% qilingan, 80% qilinmagan. Bo'lishi mumkin-ku holat. Xabaringiz bor, ekologik master rejalar belgilanyapti, ya'ni tuman, shahar hokimliklari tomonidan. Agarda bu master rejalarda bu hammasi baribir mablag'ga borib taqaladi, mablag'siz ish bitmaydi. Shuning uchun ham biz agarda hozir shu qonunda buni qonuniy asosini yarata olsak, chunki mana hozir hamkasbimiz ham aytib o'tdi, bizda ikkita hudud bo'yicha haqiqatan ham qaror loyihalari tayyor turibdi. Ertaga shunda o'sha uni xarajat qilingan narsalarida biz fuqarolar yoki jismoniy yuridik shaxslar unga rioya etilmaydigan bo'lsa, unda javobgarlik rejimini buzgan bo'ladi. Aynan mana shu javobgarlik belgilanayotganligi uchun ham aytyapmiz. Ertaga masalan Bo'stonliqdagi chiroyli bir ko'kalamzor joyda shunaqa ekologik toza hudud maqomini berib qo'yamiz. Lekin mana qonunda belgilangan narsalar hali yerga qilinmagan. Uni qilish uchun mablag' kerak hokimiyatda. 1 yil, 2 yil, 3 yil davomida qiladi, lekin maqom berib qo'yilgandan keyin fuqarolarga javobgarlik ketaveradi-ku. Ungacha biz Vazirlar Mahkamasi shu uchun ham aytayapmizki, 21-moddada taqdimnomaga asosan birinchi hududni belgilab olganimizdan keyin mas'uliyat paydo bo'ladi. Ertaga shu qonun asosida ishlash kerakligi to'g'risida. To'g'ri aytyapsiz, agar qonun qabul qilib qo'ysak, yuridik va jismoniy shaxslar, Milliy gvardiya, ichki ishlar, sog'liqni saqlash, ekologiya jarima qilib ketishi mumkin. Adolat qayerda bu yerda degan mezonga. Lekin biz shuning uchun ham birinchi o'rinda maqom berishda o'sha moliyalashtirish manbai o'rnatish muddatlari ko'rsatilgan holda amalga oshiriladi. Hozir siz gap bilan tushuntiryapsiz. Qonunda u joyi yo'q. Mana shu qonunda belgilanayotgan narsalarni oldin qilish kerak. Ko'chaga asfalt yotqizish kerak, svet boshqa o'sha hammasini qilish kerak edi. Keyin o'sha yerda Vazirlar Mahkamasining qarori bilan maqomga shlagbaunni qo'yib, qo'yish kerak. Kirgan odamlarga jarima yozsa qonun yuradi. Ungacha muammo, spor kelib chiqaveradi. Masalan, siz yozyapsizki, daraxt va butalarni kesish mumkin emas, ov qilish mumkin emas, zaharli kimyo moddalarni qo'llash mumkin emas, to'g'rimi? Demak, ekologik toza hudud rejimida shu harakatlarni sodir etish mumkin emas, to'g'rimi? Mana shu harakatlarni sodir etsa, ekologik toza hudud rejimini buzgan bo'ladi, to'g'rimi? To'g'ri. Ana endi shu o'rinda savol tug'iladi. Bizda amaldagi ma'muriy javobgarlik to'g'risida ov qilish qoidalarini buzganlik uchun javobgarlik bor. Daraxt kesganlik uchun javobgarlik bor, zaharli kimyo moddalardan muomala qilganlik uchun javobgarlik bor. Agar hozir bu norma kiritilsa, biz shaxsni bitta xatti-harakat uchun ikkita modda bilan javobgarlik tortib qo'yamiz. Agarda oladigan bo'lsak, huquqbuzarlik holati bitta joyda, bitta huquqbuzar bir nechta huquqbuzarlik holatini sodir etgan bo'lishi mumkin. Ya'ni bir joyning o'zida borib, ham chiqindi, ham daraxt kesgan holati bo'lishi mumkin. Men bayonnomada qayd etib o'taman. Va ma'muriy javobgarlik to'g'risidagi kodeksning eng qonun buzilish holatlaridan kelib chiqib, statyalarimni sharh etib, eng yuqori o'sha jarima miqdorida eng yuqori bo'lganini tanlab olib va o'sha asosda qaror chiqaraman. Masalan, 70 ming bor uzr, gapingizni bo'lganim uchun, menimcha savolimni to'g'ri tushuntirib bera olmadim. Men bitta qilmishni nazarda tutyapman. Endi meni berayotgan savolim bitta harakat. Mana ekologik toza hududdagi taqiqlangan biror bir xatti-harakat sodir etdi. Misol uchun daraxt va butalarni kesish. Ekologik toza hudud keldi, daraxtni kesdi. To'g'ri. Buni tashamadi, hech narsa qilmadi, faqat daraxt kesdi. Hozir bir vaqt o'zida ham daraxt kesganlik uchun javobgarlik bo'ladi. Bir, ham sizlar kiritilayotgan yangi norma bilan javobgarlik bo'ladi. Ma'muriy javobgarlik to'g'risidagi kodeksda 82-moddasi bor.
ya'ni muhofaza etiladigan hududlar to'g'risidagi qonunga asosan hozirgi kunda ham ishlab kelyapti. Muhofaza etiladigan hududlarda o'sha rejimlar belgilangani uchun 82-modda bilan u yerda 91 yoki boshqa bir chiqindi tashlash emas, aynan 82 bilan jarima qo'llaniladi. Shuning uchun ham biz mana shu ertaga undan chalkashlik bo'lmasligi uchun 82 bilan bunda hozir belgilangan ertaga shu qonun osti talablari buzilganligi uchun ma'muriy javobgarlik to'g'risidagi kodeksda 82 bilan javobgarlik nazarda tutiladi. Agar qabul qilinsa